Bilaman nima demoqchiligingni. Anchadan beri bilmaydi deb o'ylayapsanmi? Sizni yaxshi ko'raman demoqchisan, a? Topdimmi? Bo'pti, ol, tez-tez qorin ochib ketdi-yu. Yaxshimisan? Ishlaring Yaxshi, yaxshimi? rahmat. Tuzukmisan? O'zi seni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. U keyin ancha serqatnov bo'lib qoldimi uyga? Ukam bo'lgandan keyin kelib turadi-da, tinchlikmi? Yo, mayli o'rtoq, prosta tinchlik, prosta aytib qo'ydim-da. Mayli, sog' bo'l, gaplashamiz. Adasi, o'rtog'im bilan ko'rishmoqchi edim. Borib kelsam bo'ladimi? Suvda qiynalib qolmaysanmi? Mana ko'chaga ketib o'tamiz. Xohlasang tashib ketaman. Yo'q, siz borib bo'lmay qo'yavering, o'zim tez borib kelaman. Mayli, nimadir bo'ladigan bo'lsa telefon qilarsan. Mana chaqirganda o'zing olmasdan sraz yetib kelsang bo'lar ekan. Xato qilishga xato qilib bo'ldim. Men bu uchun kelganim yo'q. Nima qilsam meni tinch qo'yasiz? O'zi juda aqlli ayolsan-da. Menga goh-gohda pul kerak bo'ladi. Bo'sh payt furchat qilib tursang bo'ldi, rasm, pasm hamma narsani o'chirib tashlayman. Shunaqa ham maraz inson bo'lasanmi? Men pul olsam akangni olaman, akangiz ziyon bo'ladi-yu. Notatsiyani bor-u, uyda borib-chi bolalaringga o'qiysan. Menga vashi farqi yo'q. Akamni olasanmi, boshqa odamni. Menga pul kerak. Bilganingni qil. Akangga aytasanmi, rasmlarni ko'rsatasanmi? Menga umuman farq. Hey! Shu ish qilishga qilib qo'yganni qilib ketmoqchisan. Bor daryoga qo'lingni ol. Voy, singlim, o'zingiz keling, men sizni ko'rmay qoldim. Oka qarashib yuborsangizchi. Taniysizmi bu odammi? Yo'q, aka, men tanimayman buni. Ko'tarishing, barinsiga olib boringlar. Azimovga sizmi deysiz? Mana, ishlaymi? Nima bo'ldi, doktor? Ayolingizni saqlab qola olmadik. Afsuski, homilolari ham bor ekan. Juda ham no'g'ri. Xudo jazosini beribdi-da. Nima dedingiz? Yo'q, sizga emas, doktor. Rahmat.